Bugun 2025-yil 8-sentyabr. Zamira bilan Sabina pomidor ko'chatlarimiz. Bularni asosan virus bilan emashi usti qorayib qolgan kasallik bilan olishdik. O'shaning uchun ham pomidorlar bu yil bizga endi yangilik bo'ldi. Shu virus hamma kasallik bizga yangilik bo'ldi. Hech unaqa kasalliklarga uchramagandi. Mana shunaqa kasalliklar bo'ldi. Bu yaxshi, bitta dori berganimiz o'zida to'xtatdi-yu, lekin shu dori berganimizcha ham boshqa virusga sepiladigan dorilardan ortib sepamiz deguncha ham ozgincha vaqt o'tib qoldi. Keyin mana shu kislari ko'proq sinishga o'tib qoldi. Chunki boshida bir 15-20 kunlik bo'ldi. O'shanda bitta virus tushib boshlagan bo'lsa, har cherezdan 3-4 kunda nimadir sepishga to'g'ri keldi. Faqat oziqa sepa olmadik. Faqat virus bilan olishdik. Holatlari. Ularni endi to'xtatib chiqdik. Ertaroq to'xtatmoqchi edik. O'zi 4 ta kist bo'lganda to'xtatamiz dedik. Hosili kamligini hisobiga to'xtatmadik. 5 tada 3-kistlari, 4-kisti, 5-kisti to'xtatmadik. Mana endi vaqtimiz endi bo'ldi. Shoxlari ham mana rosa katta bo'lib ketgan. Hosillari bo'ladi endi. Ko'pchilik virus tushganda yulib tashagan, boshqa qilgan. Bizga yulib tashamadiku, lekin juda ham kurashish ancha qiyin bo'ldi virus bilan. O'zi asosiy muammo tuta bo'lardi. Tuta qolib ketdi. Tuta qolib ketdi. Muammo boshqa. Tutani muammosini qilmay qo'ydik. O'sha boshidagi virus bo'lgan ko'chatlar nomiga bo'lganlari qoluvdi. Baribir bular o'nglanmadi. O'zi shu holicha qolib ketdi. Mana shu ham o'sha virusdan yonidagi yaxshi bo'lgan. Ularni hammasini to'xtatib chiqqanmiz. Pomidorlarga video ko'p qilmayotganim, oziqa deganda oziqa ham necha marta berdik. Bugun mana oziqa beryapmiz. Unda ham ko'p oziqa berilmayapti. Berilyapti, shu keragicha bir haftada bir martaga to'g'ri kelyaptimi? Bu yoqlari hali aylantirib nima qilinmagan. Bachkilari ham boshqa ishlar bilan ko'p mashg'ul bo'ldik. Ilojimiz yo'q edi. Qilishimiz kerak edi. Ularni qilib oldik. Mana endi bugundan mana shu pomidorlarga tushdik. Polni tagidagi agar kerak bo'lsa ko'ramiz. Barglarni olish kerak bo'lsa tagidagi barglarni ham olamiz. Holatlari bu yoqlar shunaqa Zamiraniki. O'zi Zamira zo'r pomidor, prosta kasal tushib qolganning hisobiga ancha qiynaldi. Bunisi Sabina. Sabinani ichiga shu bodring ekkamiz. Bu polni virus bo'lgandi betlar, yulib tashagandik. Shu bodringlarni ham ololmadik. Vaqtimiz bo'lmay qoldi. Mana shu bodringlarni ham ertaga, xudo xolasa 1-2 kunda tepaga ipga tortib qo'yamiz. 1-2 kun stressda bo'ladi-yu, lekin xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Bu yoqdagi Sabina, 8 sotilikdagi Sabina. Sabinani hosillari. Endi bu kasallik bilan kuchimiz yetgancha kurashyapmiz. Faqat kasalliklarga
nima qilmaganligimiz uchun, hech oldin uchramaganligimiz uchun nima sepishni ham bilmaymiz. Nima kerak bo'lsa shu dorichilardan borib so'rab olib kelamiz. O'zi aslida mana dehqonchilik qilayotgan dehqon nima berishni o'zi bilsa, o'sha eng zo'ri o'sha bo'ladi. Chunki qaysi vaqtida nima berish kerakligini, bir kasal tushadigan bo'lsa, qaysi dori yaxshi ta'sir qilayotgan dorini bilsa, u yaxshiroq sirazi misol nimadir bo'ladigan bo'lsa, sirazi to'g'rilasa bo'ladi. Endi eng qiyini shu yangilik bo'lib tursa, bilmagani yangilik bo'lib tursa, o'shanisi qiyinroq. Bularga kapelnidan berilayotgani manikali fosfat berilyapti, oziqa. Temir, yantarniy kislota, borniy kislota 100 grammdan, uchalasini 100 grammdan, manikali fosfatdan 1,5 kilo bo'lsa, magniy nitrat 1,5 kilo qilib beryapmiz. 10-40 olib kelgandik, shu Gollandiyanikidan. Menimcha undan ham bergan bo'lsa kerak, dadamdan to'g'risi so'ramabman. Mana holatlari. Endi buni to'xtatamiz. 5 tadan, nechtadan bo'lsa to'xtatamiz. Shu boricha virusdan qolganlari. Yana Xlaraxmet sepganmiz. Yaxshi kurzat sepganmiz, bittada to'xtatdi, bo'lmasam rosa tarqab ketardi. Yana bitta ikkitasi so'ragandi. Mana shu narsa to'xtaganidan suti kilonkaga o'xshab qolgan. Quruq, quruq. Boshida lekin mana shu xuddi qora rang surtib qo'yadi, xuddi shunaqa bo'lib turadi. Suvli bo'lib turadi. Ko'pchilik pomidor so'raganiga deyarli ma'lumot yo'q bo'lsa ham endi chiqaray dedim. Pomidor chiqaring deb ko'pchilik so'ragandi. Bunga shu yat sepayotgan yatimiz Samjunsal, Alchikil sepildi, Padan sepildi, Proclaim sepildi. 4tasini birda qilib sep chiqamiz tutaga. Tutadan-ku bitta mayli xonalariga ham tushgandir, hosiliga ham bitta tushgandir, lekin ko'proq virus bilan ovora bo'lgani uchun bizga tutaga ishlashga imkon bo'lmay qoldi. O'sha vaqtida biroz ko'payib qoldi, hosiliga ham biroz o'tib qoldi. Keyin yaxshi sepdik, to'xtatdi-yu. Boshida biroz ozgincha ziyon yetkazib qo'ydi. Chunki ko'p muddat sepmaganimizligi uchun. Palaklari yaxshi. Endi bitta oqpashshani aytmaganda, oqpashsha eng nimasi oqpashsha, imonni oqpashshani o'ziga menimcha mana shu pomidorlarni aylantirib, tepalarini chkanka qilib to'xtatganimizdan keyin bitta oqpashshani o'ziga kuchliroq tayyorlab sepib boramiz. To'xtatishi ham mana shunaqa to'xtatiladi bizda. Mana hosil bo'lsa tepadagi, shundan yonida o'suv nuqtasi bo'ladi. Shu o'suv nuqtasini olib qo'yiladi. Bo'ldi. Mana bunda ham. Bu mana shu birinchi teplitsamizda, bolgarskiyning oldidagi teplitsada oqpashsha o'sha paytda ko'p edi. Shu bo'yicha u bitta sepamiz, o'ladi, yana paydo bo'lib qolaveradi. Mana shu imonni birinchi teplitsada ko'p. Bachkilarini olib tepadagi o'suv nuqtalarini, farqi yo'q, 4 tadanmi, 5 tadanmi, nechtadan bo'lsa ham shu o'suv nuqtasini olib qo'yamiz. Boricha, xudo xolasa nasib qilganini olamiz.